Yami Sukihiro. Bu odam oliy iblislar bilan jang qilishi, qal'a qasangalardan bo'linma tutishi va 3-4 soat to'xtovsiz bug' bilan shug'ullanishi mumkin. U doim hammaga tartib saqla deb baqiradi, biroq o'zi hech qachon tartib saqlamaydi va hamma joyda buzib tashlaydi. U haqida ukol orqali kachok bo'lgan degan mishmishlar ham bor. Ammo animeda elflar sardoriga va iblis kuchiga ega Dante'ga qarshi qanday jang qilganini ko'rganimda, bosh qahramon shu va eng kuchli odam ham o'zi mana shu bo'lsa kerak deb o'ylaganman. Keyinchalik shuni bildimki, Sukihiro Clever qirolligidan emas, uzoq yurtda tug'ilgan va u yerda o'zini oilasini o'ldirgan. Qiziq, barcha hayotda adashganlarga imkon berib, ularni o'z oilasi, o'z bo'linmasiga qabul qiladigan odam nima uchun o'zining oilasini o'ldirgan? Balki Sukihiro otasi aytganidek, iblislar xudosiga aylanib, yovuzlashib ketgandir. Qora Clever muxlislari, sizlarga asl haqiqat qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Men super muxlisman, multfilm, kino va anime haqida kontent qilaman. Sevgan qizim hozircha yo'q, ismim Hasan, 2008-yilman. Sizgan bo'lsangiz obuna bo'lishingiz uchun vaqtni cho'zyapman. Obuna bo'ling va biz boshladik. Audio Jungle. Avvalambor keling, Yami Sukihiro haqida nima bilishimizni aniqlab olaylik. Ismi Sukihiro, familiyasi Yami. 28 yoshda muqaddam uylanmagan. Zulmat sehrdan foydalanadi va qora buqalar bo'linmasiga kapitanlik qiladi. Animeni ko'rgan bo'lsangiz bilasiz. Qo'pol va mas'uliyatsiz bo'lsa ham baribir yaxshi odam. Bosh qahramon Astani hech kim qabul qilmagan vaqtda faqat Sukihiro o'z bo'linmasiga qabul qildi. Sukihiro Astadan tashqari ham bir nechta dehqonlar, jinoyatchilar, aroqxo'rlar va ruhiyatida muammosi bor g'alati kimsalardan bo'linma qilgan. Chunki uning o'zi Clever qirolligiga uzoq quyosh o'lkasidan kelgan. Avvaliga kelganda bo'lgani uchun hech kim uni yoqtirmagan, faqat afsungarlar qiroli Julius Novachronodan tashqari. U davrlarda Julius kulrang kiyiklar kapitani bo'lgan va zulmat sehriga ega bola Juliusni qiziqtirib qo'yadi. Shu sababdan uni saroyga taklif qiladi. Yozishni o'rgatadi va keyinchalik o'zining bo'linmasiga qabul qildi. Tushunmaganlar uchun u vaqt Yami 14-15 yosh atrofida edi. Julius esa afsungarlar qiroli emas, balki kulrang kiyiklar bo'linmasiga kapitan bo'lgan. Shu vaqt oralig'ida Yami Nasht Faust ismli yigit bilan do'stlashib, u bilan birga bezorilik qilishni boshlaydi. Nasht soya sehrdan foydalangani uchun Yamini sehri bilan juda o'xshash ko'rinardi. Kulrang kiyiklar bo'linmasiga qo'shilganidan keyin Sukihiro Morgan ismli Nashtning egizak akasi bilan tanishib, kamroq bezorilik, ko'proq ritsarlik vazifalarini bajarishni boshlaydi. Nasht va Morgan egizak bo'lsa ham, ular baribir mutlaq ikki xil dunyo odamlari hisoblanadi. Morgan doim kulib turadigan, mehribon va tartibli yigit. U nur sehriga ega edi va hamma uni yaxshi ko'radi. Nasht zulmat, isyonchi, o'zbilarmon va tartibsiz. U soya sehriga ega bo'lib, o'z oilasining asl zodalik qonunlariga nafrat bilan qarardi. U sochini bo'yab daydi bo'lib yurardi. Qisqaroq gapirsam, Nasht xatosi sabab Morgan o'ladi. Nasht o'zini aybdor his qilib, o'zining o'zligini unutib, xuddi Morgan kabi kulib yuradigan va doim yaxshilik qiladigan odamga aylanadi. Shunda Yami Nashtni o'zining qora buqalari bo'linmasiga vitse-prezident qilib taklif qiladi va u rozi bo'ladi. Nasht asosan chet elda josuslik qilib yurgani uchun anime davomida deyarli ko'rmaganmiz. Lekin Sukihiro bu vaqt davomida ko'chada ko'rgan har qanday daydiga qora buqalar libosini topshirib ketavergan va bo'lajak eng kuchli bo'linmani tayyorlagan. Kachok chichiroq haqida ma'lumotlarni bilib oldik. Endi uni yurt haqida savollarga javob qidiramiz. Esinglarda bo'lsa, 35-qismda Yami Sukihiro g'orda oq to'n ko'zi terrorchilarning sardori Lixt bilan jang qilganda, shu jang mobaynida u o'zining o'tmishi haqida qisqacha gapirib bergan. Mayli, men ham senga bitta hikoya aytaman. Bir qirollikda begunoh bola yashar ekan. Atrofdagilarning hammasi baliqchi edi. Shuning uchun ham bu baliq ovlashni boshladi va bir kuni to'fonga duch keldi. Bu qayer? U begona yurt qirg'og'ida ko'zini ochdi. Bu yana kim bo'ldi? O'tlardan oyoq kiyim kiyib olgan. Bu nima hazilmi? U boshqa irq va madaniyatga mansub edi. Shuning uchun ham u o'tda ko'p narsalarni boshidan kechirdi. Ammo u hammani ko'tini yirtib, to'da boshiga aylandi. Tamom. Ha, rostdan ham Yami uzoq yurtlardan qayiqda kelgan, ammo tasodifan emas, qochib kelgan. Ogohlantiraman, mangani o'qimaganlar uchun spoilerlar bo'lishi mumkin. Rohiba Lili paladinga aylanib Astani o'ldirmoqchi bo'lgan sahna va to'satdan u quyosh yurti, ya'ni Yaponiyaga borib qoldi. Sehr qilish uchun o'ramlardan foydalanishadi. O'ram bu grimoirda Made in Japan versiyasi xullas. Shu bilan birga quyosh yurtida sehrni yo jutsu, manani Yoryoku deb atashadi.
Asta ko'zini ochishi bilan Ryuo Ryudoni ko'radi. Bu odam shu sohil bo'yi shahrining shoguni, ya'ni afsungarlar qiroli edi. Aynan mana shu Yaponiyadalik vaqtida Asta kapitan Yami haqida asl haqiqatni bildi. U o'z oilasini o'ldirgan. Bu haqiqatni kapitan Yamining singlisi Ichika Sukihiro g'azab bilan aytib beradi. Ha, mangani o'qiganimda men ham Sukihironing singlisi borligini hayratga tushib bilganman. Uni aytishi bo'yicha Sukihiro 13 yosh bo'lganida ham ko'pchilik uni kuchi bo'lajak shogundan ham ko'proq deb o'ylardi. Eslatib o'taman, shogun bu afsungarlar qiroli. Ichika va Sukihironing otasi aroqxo'r bo'lgani uchun doimo farzandlariga zulm qilardi. Ichika tug'ilganda onasi o'lgan, shu uchun otasi uni yomon ko'rgan. Biroq Sukihironi mashq qildirib, Yami klanining kuchli jangchisi qilishni xohlardi. Birozgina tarixga nazar solamiz. Yami klani o'tmishda kuchli jangchilar bo'linmasi bo'lishgan va ularni yengadigan dushman bo'lmagan. Tinchlik davri boshlanganda esa shunday eng zo'r jangchilarni 1000 yil oldin uyquga ketgan ajdarni va shaharni qo'riqlash uchun jo'natishgan. Shunday qilib Sukihiro otasini yoqtirmasdi va singlisini undan himoya qilardi. Ryuo Ryudo esa bo'lajak shogun bo'lsa-da, yoshlik vaqtlarida oddiy xalq ichida yurishni hamda Yami Sukihiro bilan vaqt o'tkazishni yoqtirardi. Shunchaki vaqt o'tkazish emas, qalin do'stlar edilar. Biroq Ichika Sukihironing aytishi bo'yicha, bir kuni u hushini yo'qotgan va ko'zini ochganida akasi Sukihiro qilich ushlab o'rtada turibdi va atrofda barcha qarindoshlar o'lik holatda yotishibdi. Butun Yami klani o'ldirilgan. Ichikani esa Ryuo Ryudo qutqarib qolgan. Shu vaqt Yami Sukihiro qochib qayiqqa o'tirgan va uzoq Clever qirolligiga ketib qolgan. Xuddi sizlar kabi Asta ham bu haqiqatni eshitganida umuman ishongingiz kelmaydi va hatto Ichikani yolg'on gapirishda ayblaydi. Rostdan ham Sukihiro nima uchun amaki, xola va tog'alarini qonini to'kdi? Yoki bu yerda biror sir bormi? Ha, bu savolning javobi ham mangada topamiz. 347-bobda Ichika hayvon sehri foydalanuvchisi bilan jang qiladi. Ichikaga qarshi qo'rquvni haqiqatga aylantiruvchi maxluqni ishlatishadi. Shunda uning qarshisida o'lib ketgan otasi paydo bo'ladi. Avvaliga Ichika sovuqqonlik bilan qaraydi va uni yo'q qilmoqchi bo'lgan paytda nimadir sodir bo'ldi. Taxminan 15 yildan beri otasini ko'rmagan qiz tushunarsiz xotiralarni eslay boshlaydi. Bu xotiralarga ko'ra, otasi Ichikani zaifligini aytib yerga uradi va bir dori beradi. Bu dori Yami klanini qadimiy kuch-qudrat beruvchi dorisi ekan. Xuddi Naruto animesida mangani kuchaytiruvchi hapdorilar bo'lgan kabi. Ammo lekin biroq dorini yomon ta'sirlari ham yo'q emas. Buni ichgan odam aqlini yo'qotadi va o'ldirish xohishi kuchayib ketib, qarshisidagi hammaga tashlanadi. Ichika otasiga zaif emasligini isbotlash uchun dorini ichgan. Uning sehri kuchi birdaniga juda kuchayib ketadi. Biroq xuddi yirtqich maxluq kabi qarshisidan chiqqan har qanday qarindoshlarini bo'g'izlab tashlaydi. Dori kuchi tugaganda esa hushdan ketadi. Voqea joyiga Yami Sukihiro va uni do'sti Ryuo Ryudo yetib keladi. Ular Ichika dori ta'sirida bo'lgani uchun bu qilgan ishini esla olmasligini bilishadi. Ayni daqiqalarda Kachuk qahramonimiz aka sifatida singlisini ayblarini o'z bo'yniga olib, bu yurtlardan ketadi. Butun umr davomida Ichika akasidan nafratlanib yashagandi. Ammo aslida akasi u uchun ona yurtini tashlab ketgan, o'z nomini qoralashga rozi bo'lgan. Singlisini bundan xabari yo'q edi, biroq Ryuo Ryudo bundan xabari bor va Sukihiro iltimos qilgani uchun haqiqatni singlisiga aytmaydi. Buni bilganidan keyin Ichika Asta bilan birga Clever qirolligiga boradi va akasiga final jangida yordam beradi. Ha, Yami Sukihiro haqiqiy mujikning ishini qilgan, lekin nahotki boshqa yo'li yo'q edi. Aybni bo'yniga olib u yerlardan ketgandan ko'ra, shunchaki qaroqchilarning ishi desa ham bo'lar edi. Har holda boshqa davlatga ketishga hojat qolmasdi. Singlisi undan nafratlanmasdi va uzoq va baxtli hayot kechirishardi. Agar Yami quyosh yurtida qolganida, Ryuzen 7 tarkibiga qo'shilardi. Bu jamoa quyosh yurtining eng kuchli yojutsu foydalanuvchilari bo'lib, kuchlari taxminan Afsungar ritsarlar kapitanlariga teng. Yana bir qiziq faktni aytmoqchiman. Yami klanining kuch beruvchi dorilari vahshiyga aylantirmasligi ham mumkin. Faqat bu uchun eng kamida voyaga yetgan va afsundan foydalanishni kuchli o'rgangan bo'lishingiz kerak. Misol uchun Yami Sukihiro paladinga aylangan Morgenga qarshi jang qilganida, shu dori orqali otasi aytganidek, o'z klanining eng kuchli jangchisi, iblislar xudosiga aylanadi. Dori unga katta qudrat beribgina qolmay, yomon ta'sirini ham yo'qotadi. Mana Yamini tarix haqida gapirib beraman degandim, gapirib berdim. Sizlar ham endi kanalni qo'llab-quvvatlab, like hamda obuna tugmalarini bosib qo'ying. Izohlarda esa Yami haqida bilgan eng muhim ma'lumotingizni yozib qoldiring. Qani kim ko'proq ma'lumotlar bilar ekan? Men super muxlisman va sizlarni yaxshi ko'raman.